Bugun sizlar bilan sirli non tayyorlaymiz. Iliqqina sutga tuz, shakar, margarito eritib qo'shamiz, dro'ja solib, ketidan un solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. 15 ta zuvalaga bo'lib olamiz. Zuvalchalarimizni 1 soat issiqda oshirib olamiz. Xamirim tezroq oshsin desanglar, quyosh joyiga o'rab 1 soatga qo'yib qo'yinglar. Inshaalloh juda ham zo'r oshadi. Oshgan xamirimizni yuzini suvga botirib, keyin oq yoki qora kunjutga botirib, yaxshilab bosib, yapaloq shaklida listlarga terib chiqamiz. Kunjutlangan xamirlarimizni yana 15 daqiqa issiq joyda oshirib olib, videoda ko'rsatilgandek stakan bilan o'rtasini bosib chiqamiz. Eriydigan mazali sir hamda ko'k piyozni aralashtirib, nonlarimizni o'rtasiga vilka tiqib chiqamiz va nachinkamizni solamiz. Nachinka solgandan keyin yana 10 daqiqa oshirib, qizib turgan duxovkaga qo'yib pishirib olamiz. Shunaqa ham yengil va mazali issiqqina sirli nonlarimiz tayyor bo'ldi. Bunaqa salqin havoda bolajonlarimiz maktabdan kelganida ajoyib syurpriz bo'ladi. Likey